trendga chiqib ketgan gaplardan bittasi. Xo'ja aka, sizga bundan kattasini topolmadim deydi-yu. Lekin bundan dabdalasini sizga topolmadim. Aka, mana buni bitta ko'ring. Endi birovning ustidan kulish emas-u, lekin bu ishni qarang. Dabdalasini chiqarishgan, kosmetika qilaman deb harakat qilingan, pachoqlari qolib ketgan. Bundan tashqari, oldi ishi ham xuddi shu holatda turibdi-yu. Ishi lekin rostdan dabdala chiqqan. Oka, o'shaning uchun sizga aytaman-ku, o'zingiz bilgan, o'zingiz ko'rib yurgan ustaxonaga olib boring. Hozir okamlarga jabr bo'lib qoldi, mana shu ikkita ishini poni pakraska qilib beramiz. Ish jarayonlarini, tayyor bo'lgan holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Jigar, ana endi bu boshqa gap. Buni qancha ko'rsatib maqtan sezardinglar. Ko'rishingiz mumkin. Oldi, ortda eshiklari poni pakraska bo'ldi. Ideal holatda. Orqa eshiklarni ham yaqindan ko'rsatib, mana shu joylar dabdala bo'lib yotadi-yu. Okalarim, sifatni ko'rdinglar. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.